Hurmatli do'stlar, xudo xolasa mana Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha 16-martga o'tadigan aka-ukalarimizga joylarni qilib to'g'irlab qo'ydim. Iloji boricha telefon qilib, bez bagajlar bo'lsa tezroq kelaversalaring bo'ladi. Xudo xolasa men chiroyli qilib o'tkazib tayyorlab turaman. Aloqaga chiqingizlar, shu o'rniga yozib berilgan vaqtida endi shunga kelyapmangiz. Misol uchun aytayapman, bez bagaj bo'lsa ertalabdan beri aytayapman. Kirib olinglar, ichkarida o'tiraverasizlar tinchgina. Barib ketadigan odamsizlar. 2 soat oldin keldilaringmi, 2 soat keyin keldilaring. Telefon qilasizlar, men chiroyli qilib bunaqa tasarruflarni tayyorlab turaman, chiroyli qilib o'tkazib. Tanish bilishlaringizni qo'shib qo'yingizlar. Faqat biletlarni telefon raqamlariga bog'langan holda olingizlar, telefon raqamlariga bog'langan holda keling. Xudo xolasa mana akamizni doimiy klientimiz, xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazib kuzatyapmiz. Mana akamizning o'zlari. Aka, hammasi ishonchli Surxon Avio. Har doimgi klient. O'zi jo'natadi, o'zi kutib oladi. Sog' bo'ling aka. Mana shu yerdan ochib turib, bemalol ketaverasiz. Nargisda kamera bo'lsa, Nargisdan yuring. Ha, o'zi Nargisiga turib oling, Nargisga kamera qiling. Rushmaydi, qo'lingizga olib ketaverasiz. Bemalol murojaat qilaverasiz. Aka, xodimlari xizmatdamiz. Faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet qilingizlar. Telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelingizlar. Va'da qilganimizdek passajirlar keldi. Assalomu alaykum. Sizimsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana Husan aka, zabardast. Pasport migratsion tayyorlang, tez o'tib keting mana bu yerdan. Ichkari kirib o'tirasizlar. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Pasport migratsion karta. Shu ichkarida o'tiringiz, tinchgina. ichkarida atak tekshirmaydi, tekshirganda ham biz dona kelganmiz. O'z asloni shu. Ana tamoznaga shu bez bagajni Samarqandga uchayotgan aka-ukalarimiz. Mana kamiga turing. Mana keling. Mana shu yerdan o'ting. Mana passajir.